Fundament quymoqchiman. Beton qanaqa qilib hisoblanadi? Iboratda birinchi fundamentda emas, podushkadan hisoblanadi. Podushkani qanaqa betonni hisoblashi men video mobaynida sizlarga xos tushuntirib ko'rsatib o'taman. Imoratimizda железобетонный konstruksiya bo'lganligi uchun birinchi podushka quyiladi. Podushkani hisoblash qanaqa bo'ladi? Podushkamizda lentichni quyish kerak har doim, chunki bu ekonom variant ham hisoblanadi, lekin imoratda mustahkamligiga hech qanaqa ta'sir o'tkazmaydi. Xo'p, podushkamiz lentichni bo'lgandan keyin uni masofasi metrda o'lchab olinadi va podushkani eni bilan qalinligi necha santimetr bo'ladi. O'shani uchalasini bir-biriga ko'paytirganimizda kub hosili bo'ladi va betonni zakaz qilayotganda o'sha hosili bo'lgan natijamizdan kubni zakaz qilamiz. Boringki, yana 50 kuba bo'ldi. O'shanda 50 kuba betonimiz podushkamizning qismi hisoblanadi. 50 kuba beton zakaz qilinadi. Lekin betonni zakaz qilayotganda har doim masalaga bitta narsani nazarda tutaman. 250 marka asosan ishlataman men. O'shanda beton zavodga men har doim 20-23 konusda betonni zakaz qilaman. Bu nima degani? Hisob-kitob davomida men sizlarga tushuntirib beraman konus nimaligini. Konus deganda zakaz qilgan betoninglarni konus shaklidagi bitta idishga olasizlar, quyasizlar va to'nkarib qo'yasizlar. Oradan ma'lum vaqt o'tgandan keyin konusni ko'tarasizlar. Agar zakaz qilgan betoninglar konus shaklini yo'qotmagan bo'lsa, demak sizlar zavoddan zakaz qilgan markalar yetib kelgan bo'ladi va zavod sizlarni aldamagan bo'ladi. Shu tarzda betoninglarni markasini va sifatini tekshirib olsanglar bo'ladi. Kimga shunaqa foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, obuna bo'lishni unutmanglar. Salomat bo'linglar.